Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka Avto Savdo kanalining obunachilari. Bugun 7 oktyabr 2025-yil o'zish faoliyatimizni boshlab oldik. Bu videomizda sizlarga avtosalonimizdagi Cobalt avtomobillarimizni ko'rsatib reklama qilib beramiz. Oxirigacha ko'rib kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz. Narxlari ma'qul bo'lsa, bemalol kelib xarid qilib ketasizlar yurtdoshlar. Kelsangiz naqd pul, kredit, barter asosida savdolarimiz mavjud. O'zlaringizga qulay variantlarda savdo qilib beraveramiz. Mashina olish yoki mashina sotish niyatida yurgan hamma yurtdoshlarimizni salonimizda taklif qilib qolamiz do'stlar. Har xil turdagi mashinalarimiz bor. Bemalol kelib zo'r narxlarda savdo qilib olib ketaverasizlar. Bizlar bilan bog'lanish uchun nomerlarni pastda qo'yaman do'stlar, kelaverasizlar. Birinchi avtomobilimiz mexanika korobka Cobalt avtomobilini kam yurgandan so'ra yurtdoshlarimiz uchun keldi salonimizga. 2021-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni 7000 kilometr yo'l bosgan. Kraskalar 100% rodnoy. Yurgan probegina kraskasidan javob turibdi egalari bemalol ko'rsatib tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar. 4 yumshoq balollari toza qo'yilgan mashinamizda metan gazlar ustanovka qilingan tayyor holatda. Bahosini keladigan bo'lsak do'stlar 145 million so'm aytiladi, ustida kelishib beriladi. Oldindan 41 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lovasi 3 million 200 ming so'mdan 5 yil muddati. Tayyor holatda mashinamiz. Ideal sostanedi. Mana do'stlar. Salon holatlari ham ideal, o'zini rodnoy chexollarida turibdi. Tayyor holatda. Mana yurgan probeki. Zo'r sostanedi, telar döşelgan, poliklar ham tayyor. Kuzov holatlarini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, ideal holatda. Umuman qirilgan, chizilgan, defektli joylari yo'q mashinamizda. Tayyor, haydashga tayyor holatda. Bemalol tekshirtirib olasizlar. Bahosini aytdim do'stlar, 145 million so'm aytiladi, ustida kelishib beriladi. Egalaridan chaqiramiz. Bizlar ham sizlar taraf bo'lib savdo qilishlaringizda ko'maklashamiz aziz yurtdoshlar, kelaverasizlar. Navbatdagi sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobaltimiz hozir egalardan salonimizga keldi. Bu sotib bergan mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Metan gazlari boy, 4 tane yumshoq balolar ustanovka qilingan, chexol, polik, hamma narsasi tayyor, hamma rasxodlari qilingan. Bahosi aziz yurtdoshlar 80 million so'm aytiladi, ustida kelishib beriladi. Yili 2013-yil. Tayyor holatda mashinamiz, ko'rib o'tamiz bir qator. Kuzatishlaringiz mumkin. Avtomobilimiz birinchi pozitsiyada bo'ladi. 3 ta polikda döşelgan, chexol polik, tayyor monitorlar ustanovka qilingan mashinamizda zo'r sostanedi. Kelaverasizlar do'stlar. Kuzov holatlarini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, ideal sostanedi mashinamiz. Umuman qirilgan, chizilgan, defektli joylari yo'q. Bemalol ko'rsatib tekshirtirib xarid qilaverasizlar ustalarda. Bahosi 80 million so'm, ustida kelishiladi. Egalarni ham chaqiramiz. Kelishtirib zo'r baholarda savdo qilib olsangiz bo'ladi aziz yurtdoshlar, kelaverasizlar 80 million so'm. Navbatdagi Cobaltimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 169 ming kilometr yuribdi. Petno kraskasi bor, chempion taraf orqa kredinda metan gazlar ustanovka qilingan, 4 tane yumshoq balolar toza qo'yilgan. Bahosi aziz yurtdoshlar 95 million so'm aytiladi, ustida kelishib beriladi. Tayyor holatda mashinamiz. 30 million oldindan to'lov bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lovasi 3 million 700 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Ko'rib o'tamiz mashinamizni. Mana do'stlar. Kuzatishlaringiz mumkin. Ideal holatda, hech qanday defektli joylari yo'q. Zo'r sostanedi turibdi mashinamiz. Bahosi 95 million so'm aytiladi do'stlar, ustida kelishiladi. Kutib qolamiz hammalaringiz. Navbatdagi sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobaltimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt avtomobili bo'ladi. Mashinamiz texpasport 18-yil, kuzov 19-yil. 35 ming kilometr yurib turgan svejiy mashinamiz keldi. Benzinda haydalgan mashinamiz umuman metan gazlari ustanovka qilingan, 4 tane yumshoq balolar toza qo'yilgan. Tayyor holatda mashinamiz. Kardinal chexollari, folik hamma rajlari bor. Tayyor. Bahosi aziz yurtdoshlar 130 million so'm aytiladi, ustida kelishtirib zo'r savdo qilib olaverasizlar yurtdoshlar. Egalarini ham chaqiramiz. Kelishtirib savdo qilib beradilar. 40 million bilan kreditga chiqadi mashinamiz. Oylik to'lov 4 million 800 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Tayyor holatda. Mashinamiz kuzov holatlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, umuman qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Ideal sostanedi. Qarabeydagan mashina 35 ming kilometr yurib turibdi atigi. Ideal holatda mashinamiz. Navbatdagi sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobaltimiz do'stlar 2024-yil ishlab chiqarilgan aksiyadagi Cobalt bo'ladi. Yurgan kilometri
11.000 kilometr maşinamızı, kraskesi 100% radnoy. Yumuşak pololar taza koyulan, metan gazlar ustanovka kılıngan maşinamıza bahasına etibar kılamiz dostlar. Aksiyada 155 milyon son. 155 milyon son maşinamızı bahası. Hiç de yok. Baha 2024 yıl tayar Cobalt. 30 milyon eldinden to'lov bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lov esa 4 milyon 100 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Ideal holatda mashinamiz. Bemalol ustalaringizga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar. Umuman defektli joylari yo'q mashinamizda. Yumshoq bolalar toza qo'yilgan mashinamizda tayyor holatda. Bemalol ko'rsatib tekshirtirib xarid qilasiz. Dostlar, Cobalt avtomobillerimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarımızı ham ko'rib başlarız. So'rab qolamiz, iltimos qilib qolamiz. Narxlari ma'qul bo'lsa mashinlarimizni bemalol biza bilan bog'lanib, aloqaga chiqib kelib xarid qilib ketaverasiz. Yurtdoshlar pastda nomerlarini qo'yganmiz. Kutib qolamiz hammalaringizni. Rahmat oxirigacha kuzatib borgan yurtdoshlarimizga.